Sizni zo'rlashlardan oldin bokiramidingiz? Nomusingizga aynan qayerda tegishdi? Yura qol qizim. Sudga nisbatan hurmatsizlik qilyapsiz. Meni qizimni har narsa deb atab ko'rishdi. Bu haqorat emasmi? Zo'rlashlardan oldin u bokira bo'lganmi yoki yo'qmi deysizmi? Kim birinchi bo'lib zo'rladi deng? Xo'sh, bu muhimmi? Balki udir, yo budir, yo udir, nima farqi bor? Qayerda zo'rlashdi deng? Qayerda zo'rlashganining nima ahamiyati bor? Qanday qilib advokat bo'lgansiz? Qonunni yodlaganmisiz? Yo ayol bo'lib tug'ilganingiz yodingizdan chiqdimi? Siz uni yengiltakka chiqarib qo'ydingiz. Demak, siz ko'p ishlab uyga kech qaytadigan barchani yengiltak deb hisoblar ekansizda. Mana bu uchtasi uni nomusiga tegishdi. Endi men buni sababini bilaman. Chunki u yengiltak. Hech bo'lmasa o'lmading qizginam. Sizni zo'rlashlardan oldin bokiramidingiz? Nomusingizga aynan qayerda tegishdi? Yura qol qizim. Sudga nisbatan hurmatsizlik qilyapsiz. Meni qizimni har narsa deb atab ko'rishdi. Bu haqorat emasmi? Zo'rlashlardan oldin u bokira bo'lganmi yoki yo'qmi deysizmi? Kim birinchi bo'lib zo'rladi deng? Xo'sh, bu muhimmi? Balki udir, yo budir, yo udir, nima farqi bor? Qayerda zo'rlashdi deng? Qayerda zo'rlashganining nima ahamiyati bor? Qanday qilib advokat bo'lgansiz? Qonunni yodlaganmisiz? Yo ayol bo'lib tug'ilganingiz yodingizdan chiqdimi? Siz uni yengiltakka chiqarib qo'ydingiz. Demak, siz ko'p ishlab uyga kech qaytadigan barchani yengiltak deb hisoblar ekansizda. Mana bu uchtasi uni nomusiga tegishdi. Endi men buni sababini bilaman. Chunki u yengiltak. Hech bo'lmasa o'lmading qizginam.